Mana shu qo'shiqni o'zi 4 soatda yozganman. So'zini ham, kuyini ham Alloh qalbga solsa, hech narsa emas ekanda. Yillab qo'shiq yozamiz, xalqqa yoqmaydi. Kimdir eshitadi, kimdir eshitmaydi. Lekin shu qo'shiqni bir oyda 4 million odam ko'ribdi YouTube'da. Bu yaxshi natija. Hozir shu qo'shiqni talablariga bir ikkimisini yaxshi joydan aytib bersam, keyin duo bo'lsa, maylimi? Balki bu qo'shiq kimdir uchun ibrat, kimdir uchun saboq, ya'ni kimlardir uchun ko'rgan kunlardan eslanadi bu qo'shiq. Meni gunoh qildim bilmadim, meni harom ishlar qilmadim. Allohni nazarga ilmadim, ulgurmadim tavba qilishga. Musulmon bo'la turib men nomard, bilmayin Allohga berdim pand. Ummatingdan ranjima Muhammad, ulgurmadim tavba qilishga. Agar o'lsam yuzim chidarmi Allohim yonida turishga. Iltimos kelmay turib qiyomat, ulgurmadim tavba qilishga. Meni gunoh qildim bilmadim, meni harom ishlar qilmadim. Allohni nazarga ilmadim, ulgurmadim tavba qilishga. Musulmon bo'la turib men nomard, bilmayin Allohga berdim pand. Ummatingdan ranjima Muhammad, ulgurmadim tavba qilishga. Ummatingdan ranjima Muhammad, ulgurmadim tavba qilishga. Onam ko'z yoshi tiyilmas. Men o'lsam birovga qiyinmas, o'ldi deb ko'zlari tiyilmas. Hammani yodidan chiqsam ham, deb onam ko'z yoshi tiyilmas. Qancha tavba tazarruf qilsam ham, gunohlar tark etmas tanamni. O'limdan qo'rqmadim ey Alloh, o'yladim mushtar onamni. Qancha tavba tazarruf qilsam ham, gunohlar tark etmas tanamni. O'limdan qo'rqmadim ey Alloh, o'yladim mushtar onamni. Birodar yopmagin yo'lingni, duoga ochgin bu qo'lingni. Tutmasdan Azroil qo'lingni, ulgurgin tavba qilishga. Birodar yopmagin yo'lingni, duoga ochgin bu qo'lingni. Tutmasdan Azroil qo'lingni, ulgurgin tavba qilishga. Tutmasdan Azroil qo'lingni, ulgurmadim tavba qilishga. Tutmasdan shunchaki o'limni, ulgurmadim tavba qilishga. Salomat bo'ling.